Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz mening podpischiklarim va meni kuzatib boradigan mening eng yaqin aziz do'stlarim. Mana kech bo'lsa-da bir kelib ketdim, do'konimizda yangiliklar bo'latir dedi. Endi xudo xolasa shuni hozir bir chetdan ko'rsatib o'tib ketamiz. Do'konimizning oti Xatijaxon mini marketi dedi. Xudo xolasa mana ko'p o'zlarimiz ketdi. Manzilni bilasizlar axir. Ulardan tiyatganda ishim jiron yo'lda. Mahallasa mana do'konimizni bir chetdan ko'rsatib, toza yangi o'zlar kelibdi. Shularni obzor qilamiz dedi. Mana kirdik. Ajoyib mana. Assalomu alaykum. Qalay yaxshimisiz, chaqqanmisiz? Mana toza mevalar kelibdi bu. Qana bu ananas degan narsalarni jazommi? Bular hammasi toza kelib turibdi. 23 ming so'm her tanasi. Her tanasi 23 ming. Bolgarskiy ish qilib joniga ne kerak bo'lsa bor ekanda bu. Molades bu safari hadur o'zgarish bo'ldi do'konda. O'sha do'konimiz o'zi to'lib bordi-da bu. Buna suvlar ish qilib hamma narsalar kelibdi. Zo'r ajoyib. Mana bu yoqda bo'raklar ham bor ekan. Endi shu nega borma kerak edi, ko'chaga chiqmoq o'zi elatda to'libdan ajoyib narsalar. Mana mana kolbassalar. Kolbassalar. Buni salyon nima bu? Chesnok? Bu kilogrammi, grammi qanday? Klasinchasi bularning. 50 dan ha? Yaxshi. Mana ajoyib kolbassa har turli o'sha mahsulotlarimiz ham bor ekan. Mana ichimliklari, simichkalar. Do'konimiz to'lib qoldi. Endi ko'chaga gullarga borish kerakmi deganim o'zi. Shu yerdan barvaj bitdi. Tuni keyinda mana polkalarimiz bo'sh edi, mana nonlar. Pechina, bulxonka, makaron. Ajoyib narsalar kelibdi. Meva chevalarimiz. Bog'dan toza uzib ketibdi. Ajoyib. Yelimi o'zi kuzakda ko'rgan emasman pishgan vaqtimda buni. Bog'dan uzib ketib Necha so'm buning klasi? Bu yuzimning klasi necha so'm ekan bu? 55 ta. 55 tane ajoyib bu. Hozir uzilganda bu. Ne bo'lasiz ham bag'ingiz kech pisharmi bu? O'rab qo'yibsiz bag'imizda davaragana. Ana ajoyib shokoladlar, pechinalar. 50 ming deydi, 60 ming hammasi bahasi yozilgan. Bozor baho ekan-ku baribir. Optim bahoda berib turibsizlarmi deyman. Aziz yurtdoshlar, bizning podpischilar, elatdagilar, ishim jironoqli, yormish hamma mahallalarda shu yerga chaqirib qolamiz. Bizlarning yormish mahallamizda yangi ochilgan Xatijaxon mini marketi bugun kelib tushirganimda mana hamma narsalarni ekib bo'pti o'zi bu. Ajoyib gellarimizmi, yer chavatug'im bellarimizmi deydi, bari vajlar bor ekan. Molades bu insonga rahmat, katta rahmat. Bu vajlarni tashkil etgan birimiz bir yotgan bir nima deydi? Tashlandiq joyi edi, buning bir noldan boshlab tiyini quygandan tushirib boshlaydik. Buni xudo xolasa bitgan holi ichindagi narsalar. Ajoyib. Kishining haqqini yemaydi. O'zining haqqini zo'rdan yeydigan bola bu. Ajoyib. Kelaverasizlar mana xaridlarimiz, xaridorlar kelib turibdi. Sizlarni kutib qolamiz. Kunda yangidan yangi videolarni chiqarib boramiz. Shu videoni ko'rmagan insonlarga jo'natib qo'yishingizni so'raymiz. Hamisha sizlarning qo'llab-quvvatlaganingiz bilan do'konimizni xudo xolasa hamma narsalarga to'ldirib, taqlab qo'yamiz. Kelinglar, sizlarni kutamiz. Shu videoni barcha insonlarga jo'natib qo'yinglar. Mahallalarga, elatlarga degandin kutamiz. Xatijaxon mini marketida sizlarni kutib qolamiz. Kelinglar, arzon sifatli yaxshi narsalarni sizga beramiz, kutamiz.